Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Barchangizni 58-maktab jamoasi nomidan mustaqilligimizning 35 yilligi bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Muhtaram prezidentimizning 2026-yildagi 1-apreldagi 120-sonli O'zbekiston Respublikasining 35 yilligini munosib nishonlash va unga tayyorgarlik ko'rish qaroriga asosan bizning jamoamiz ham munosib javob qaytardi. Bizning 58-umumiy o'rta ta'lim maktabimizda 80 dan ortiq pedagog xodimlar faoliyat yuritishadi. Mana maktabimizda qator obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borildi. Sinf xonalari, fan xonalari, o'quv jihozlari yuqori saviyada yangi o'quv yiliga tayyorlandi. Shuni qatorida yoz faslida maktabimizga 1-sinflarni qabul ishlari ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Mustaqilligimizning 35 yilligini yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz nomli shior ostida munosib kutib olamiz. Yangi o'quv yili jamoamizga, barcha pedagoglarga ilohim ulkan muvaffaqiyatlar keltirsin. 58-maktab jamoasi yangi o'quv yiliga tayyor.